Artur Conan Doyle Edinburgda rassom oilasida tug'ilgan. U mahalliy universitetning tibbiyot fakultetini tamomlab, xususiy tibbiy amaliyot bilan shug'ullana boshlaydi. 1879-yilda bosib chiqarilgan birinchi hikoyasi Sesassa vodiysining siri unga shuhrat keltirmaydi. U 1887-yili kitobxonlarni Sherlok Holmes bilan tanishtirgandan so'ng muvaffaqiyatga erishadi. Bir kun kelib, Doylening bu qahramoni hayotiga umrbod kirib, hatto o'z nomidan ham mashhurroq bo'lib ketishi mumkinligi o'ylab ham ko'rmagandi. Aslida yozuvchi o'z bibliografiyasida ba'zi xususiyatlarni Sherlok Holmes hamrohi doktor Watsonga ko'chirib, uni nafaqat shifokor qiyofasida gavdalantiradi, balki o'z xususiy amaliyotini ham biriktirib qo'yadi. Ilk romani hisoblangan Scarlett'dagi tadqiqot va bir qancha hikoyalar nashr qilingandan so'ng Conan Doyle shifokorlikni tashlab, o'zini butunlay adabiyotga bag'ishlaydi. 1891-yilda u Strand Magazine nashriyoti bilan Holmes haqidagi barcha asarlarni chop etish uchun shartnoma imzolaydi. Bu qahramon yozuvchiga olamshumul mashhurlik keltirgan bo'lsa-da, uni qoniqtirmagan. Shu sabab 1901-yilda yozuvchi Sherlok Holmes haqidagi hikoyalar turkum hikoyalarini qahramonning o'limi bilan tugallaydi. Shundan so'ng Conan Doyle bir necha oyga Angliyadan Afrikaga ketadi hamda shifokor sifatida Angliya-Bur jangida qatnashadi. Yozuvchi o'z ocherklarini urush kitobiga jamlaydi. Shu kitobi uchun Dvoryan unvonini erishadi va ser deb atala boshlaydi. Londonga qaytgach, yozuvchi butun dunyodan kelgan xatlar oqimidan xabar topadi. Amerika nashriyotlaridan biri Sherlok Holmesni hayotga qaytarish uchun yozuvchiga har bir sahifasiga $5000 taklif qilgan edi. Lekin Conan Doyle qahramonga darhol qaytmaydi. Faqatgina 1905-yilga kelib, Sherlok Holmesning qaytishi yangi seriya hikoyalari chiqa boshlaydi. Yozuvchi bir vaqtning o'zida boshqa asarlar, asosan professor Challenger sarguzashtlari haqida ilmiy fantastik qissalar turkumi ustida ham ishlaydi. Lekin Sherlok Holmesning mashhurligi Conan Doyle o'ylab topgan barcha obrazlardan ustunroq bo'lib qolaverdi. Qizig'i, bu davrda yozuvchining o'zi ham kriminalistika bo'yicha shug'ullanardi. Doyle begunoh ayblangan kishi oqlangan tergovda ishtirok etgan ikki holat mavjud. Qahramonning mashhurligi shu darajada yuqori ediki, kriminalistika bo'yicha ilk darslik muallifi nemis professori Gross tergov usullariga bag'ishlangan ishida Holmes qo'llagan usullardan murojaat qiladi. Conan Doyle asarlarining syujeti oddiy va jo'n edi. Sherlok qo'llaydigan dedektiv metod ilk sahifalardanoq kitobxonning voqealar ishtirokchisiga aylanishini ta'minlaydi. Shunday bo'lsa ham, asar qahramoni har doim bir qadam oldinda yurib, yechimni izlashga berilgan kitobxon o'tkazib yuboradigan kichik detallarni ham ilg'aydi. Qo'shimchasiga, u jinoyatchi kim ekanligini aniqlasa ham, bu unga unchalik ahamiyat kasb etmaydi. Chunki Conan Doyle'ni jinoyatning tabiati, nega sodir etilgani va jinoyatchi nimalarni his qilishi ko'proq qiziqtiradi. Yozuvchi o'z qahramoni bilan deyarli o'limiga qadar ham ajralmagan bo'lsa-da, Birinchi jahon urushidan keyin uni qiziqishlar doirasi keskin o'zgarib ketgan. U adabiyotdan tarixga o'tadi. Britaniya armiyasi harbiy harakatlarining 6 jildli tarixi, shuningdek Spiritizm tarixi nomli 2 jildli tadqiqot ishini ham yozadi. Lekin Holmesning muxlislari yozuvchiga tinchlik bermaydi. U hali hayotligidayoq Londonda Sherlok Holmesning memorial uy-muzey ochiladi. Yozuvchi qahramonining ikkinchi hayoti ilk ovozsiz filmlarda davom eta boshlaydi. Doyle roman va hikoyalarning ko'payib
ko'plab ekranlashtirilgan variantlari orasida hatto inglizlarning o'zi ham Vasiliy Livanov ijro etgan rus versiyasini yaxshiroq deb hisoblaydi. Sherlok Holms obrazidan boshqa mualliflar ham o'z asarlarida foydalangan.